Bugun biz Yakkasaroy tumanidagi 100-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Bu yerda bolajonlar uchun platforma orqali fransuz tili darslari yo'lga qo'yilgan. Keling, bunday mashg'ulot qanday o'tayotganini birgalikda ko'ramiz. Bonjour. Qo'shimcha fransuz tili Kokoro dasturiga asosan o'tib kelinmoqda. Bizning bolajonlarimiz fransuz tilining boshlang'ich darajasidagi o'zlarining yosh ko'rsatkichlariga mos keladigan bilimlarni o'zlashtirib kelishmoqda. Kunning birinchi yarmida, haftaning 2 kunida bolalarga yarim soatdan mashg'ulotlar olib borildi. Dars jarayoni boshlanishidan oldin biz bolalarga suv beramiz. Chunki bu bolalarning miya faoliyatini yaxshilashiga, tilni yaxshi o'zlashtirishiga katta yordam beradi. Salomlashish, ranglar, raqamlar, hissiyotlar, tana a'zolarini bolalar zavq bilan o'rganishdi. Dasturning asosiy maqsadi bolalarga o'rgatish kerak edi. Yilning oxirida ikkita katta tayyorlov guruhimiz rus tili, nafaqat ingliz tili, balkim fransuz tilini ham yaxshi o'zlashtirib, maktab ta'limiga yo'naltirildi. Bu dastur asosan o'yin faoliyatiga moslashtirilgan bo'lib, o'yin faoliyati orqali bilimlarni bolajonlarimiz katta qiziqish bilan o'rganib, o'zlashtirib kelishmoqda. Ko'rib turganingizdek, bolalarga fransuz tili platforma orqali samarali o'rgatilmoqda. Bu esa yosh avlodni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirishga xizmat qiladi.